Assalomu alaykum. Internet tarmog'ida bizani kuzatib boruvchilar, Quvonchoy degan ismli qiz ichki ishlarga murojaat qilgan ekan, shuni xato qildi deb men aybimni tan olib, to'yda bo'lgan hodisalarni so'kinganlarim, haqoratomuz qilgan harakatlarim uchun butun yurtimizdan internet tarmog'ida bizani kuzatib boruvchilardan hammadan uzr so'rayman. Boshqa bu ishlar qaytarilmaydi. Bugun yana 12 mart shu kungacha bo'lgan hammasi uchun kechirim so'rayman. Bundan buyog'iga qaytarmayman deb va'da beraman. Internet tarmoqlarida yoki to'yda yo общественный mestolarda so'kinib qilmayman deb va'da beraman. Rahmat.